yozilgan ekansan. O'qi pasportingni boshdan oxir. Kim ekansini familiyang? Tanishaylikchi sen bilan bir. Meni aytgan ismimni ta'riflaganda o'shanda yozilgan. Familiyang nima? Jinsi erkak ekan. Qayerga yozibdi jinsi deb? Pol deb yozilganmi, jins deb yozilganmi? O'ta? Ochkingni taq, bilet, lupeni ol qo'lingga. O'zbekcha ular Jinsi. Okulistga bor. jinsi erkak deb yozilgan ekan. Qayerda o'sani jinsing? Lodincha o'qimaganman-da men. Nima, qanaqacha o'qigansan? Kirillcha o'qiganman. Nechinchi yilgisan? 81man men. O'taqda yebsan, kalendarda 80-yil bor, 82-yil bor, 81-yil yo'q. O'taqda boshini yebsan shu gapingga. Lyuboydan so'ra. 81-yil bor, 82-yil bo'lsa, ikkovi ham basma bo'lmasa. 81-yil yo'q. 81-yil yo'q bo'lib ketgan, sen tug'ilganing uchun yo'q bo'lib ketgan. Sen yaxshi tug'ilmagansan, sen o'lgan odamsan. Qabringni qidir. Nechiga kirgan hozirgi kunda? Qabrga. Xudoga aytgan kuni boramiz qabrga. Nimaga esa sochingni oldirding? Sovuq tushdi. Sovuqda telpak kiyishadi, sen qutadi boshga sochingni oldirdingmi? Qanaqa telpak kiyishadi? Bu boshingni qayerga tiqmoqchisan, sochingni oldiribsan? Yo'q, tiqqan yo'q. Nima sochingni oldirding bo'lmasa qishki kunida? Sovuq, o'tadi-ku sovuq. Chilla kirdi-yu, sovuqni chillatib olib turamiz har yil. Sani boshingga chillan nima aloqasi bor? Qanaqa aloqa? O'zim maza qilyapman men. Sochimni oldirib. Nima boshingni oldirmading? Boshda aytdimmi? Endi qayerdanligini qayerdan bilay? Boshda oldirmading, boshda mashdan oladi, to'g'rimi? Ha, nima oldirmading bo'lmasa? Ya, tavba qildim, yashash kerak-ku, bola chaqa bor hali. Nima? Nechta bola chaqang bor? Bolang nechta? 4 ta. Chaqang nechta? Chaqasi endi chiqadi. Qayerdan chiqadi? Uylangandan keyin. Sen hozir uylanmagansan, 4 ta bolang bor. Yo'q, ular uylangandan keyin chiqadi, chaqasi deyman. Nechta bola sendan? Menda 4 ta. Nechtasi saniki? Hammasi meniki, 2 ta xotin, 4 ta bola. Necha yildan beri Rossiyadasan? Uni bilmayman. Esimni tanigandan beri. Esingga qachon tanigansan esingni? Nechinchi yili tanigansan esingni? Esingga qo'yi? Maktabni bitirganimdan beri taniyman. Nechinchi yilni bitirgansan maktabni? Ancha o'tib ketdim-ku, 30 yil bo'lib ketdi shekilli. 30 yil? 30 yil bo'ldimi esingni taniganingga? Qutaqda boshini ham tanimabsan-ku. 30 yildan beri Rossiyada bo'lsang, 4 ta bola qayerdan? O'zbekistondan. Odam ota odam bo'lganmi? Yo uchastkovoydan bo'lganmi? Ha, qutaq 30 yildan beri Rossiyada ekansan. Odam. Tashab kelganmisan? Yo tashab kelganmisan bu yoqqa? Qilma menga. Har yili borib borganingda o'sha bolang tug'ilgan bo'ladimi? Yo'q, endi agar tug'ar kelaman-da, tug'iladigan paytda boraman. Ikkita xotiningmi bormi sani? Ha, ikkita xotin. Bittasi tug'maydi. Qisqa qochmaydi bittasi. Yalab yurib bo'lsa ham tug'dirib olmadingmi onasini hamsin? Endi qisqa ayol tug'mas ekanda. Ha, o'zing tug'ib beravermading bo'lmasa? Men erkakman. Shatta achchig'ingni. Ana что? Aytmaydi, negativ yozayotganlar ham erkak. Ko'rmayapsanmi aytda nechtasi negativ yozyapti? Bular ham erkak, pasportiga erkak yozilgan. Ko'rmayapsanmi nechtasi negativ yozib yotibdi? Men nechtasi erkakman deb mayka yozib olganda, o'zi dadasi ham erkak bo'lmagan bulardi. Nechta erkaklar mayda negativ yozib yotibdi? Sani kallangga ishqiboz bo'lib. Mana mayda gapirsin, gaplashdim men bilan. Son mana ko'tini sotadiganlarni ham pasportiga erkak deb yozilgan. Ularga qanaqa qaraysan?
Men ko'tini sotadiganlar bilan aloqam yo'q mening. Ular bilan ishim yo'q. Xatini sotadiganlar bilan aloqang bor. Meni xotinim bor, bo'ldi, boshqa odamni sotadigan tanasi bilan aloqam yo'q mening. Qaysi xotiningni xotin deb tan olasan? 4 ta tug'ib berganimi, qisirinimi? Ikkovini ham nikohdan o'tkazganman. Yana bitta uylanmaysanmi? Joy yo'q. Joy yo'q. Ha, ikkita xotin siqqan joyga uchinchisi ham sig'adi. Men uni fikrlab ko'rganman, joy yo'q. Nima makilyapsan? Jon gapir. Endi xotinlarim ikkovi yaxshi, lekin uchinchisini hali men joy. Uchinchisi ham yaxshi bo'ladi. Ayol zotini yomoni bo'lmaydi, erkagi ham yomoni bo'lmaydi. Dalba-yoppa bo'ladi, konchinnisi bo'ladi. Nima bo'g'ilasan? Ko'zim oldimda turibdi-yu. Nima-ku? Bittasi ko'zim oldimda turibdi-yu. Ayoldimi? Ha. Qo'tal, men senga qarindoshchilik joyim yo'q, dalbayu. Endi Nima skorpion yozib olding? Nima skorpion yozib olding? Nima deb yozdik? Sen bir Farhodjonman deb yozib oluvding. U profil o'chib ketdi shekilli. Keyin MPSmi deb yozib kelding o'zingcha, immigratsioniy sentrda bir advokati bo'lib. Endi skorpion yozib olsan. Keyin safar qo'tadi boshiman deb yozib kelgin. Bo'ptimi, bratishka? Senga pavratskiy chista maslahat. Nima demading? Shu nom yo'q Bigalayevda. U uyat bo'ladi nima deb. Uyatsizda uyalishini qayerda ko'rgansan? Bratishka? Uyat bo'ladi gapirgani. Men uyalaymi? Qo'tadi boshimdan. Sen pasportingga qarab erkakligingni endi ko'rib turibsan, men uyalaymi? Dalbayo'q. Shu paytgacha erkakligingni o'zing bilmay, o'z pasportingga qarab bilib turibsan erkakligingni. Sen uyalmaymi, men uyalaymi? Men o'zi erkakman. Shu yetganingda his qilmaganmisan erkakligingni? Yo'q, men o'zi erkakman, hammog'im joyida. Pasportimga qarashim shart bor. Qachon bilgansan erkakligingni? Tug'ilganimda bilganman. Tug'ilganda qo'tadi boshini ham bilmasding-ku, dalbayo'q. Uni o'zim bilaman. Otam mendagi shunday var. Bergan sutlaringga rozi bo'linglar, rahmat. Qaysi molxonada o'tiribsan endi chirib? Alaykum assalom, Farida, qalaysizlar? Mol boqadigan molxonadaman. Necha yil bo'ldi O'zbekistonga bormaganingga? 6 oy bo'ldi. Xotining tuqqaniga qancha bo'ldi? Xotinim tug'ib bo'lgan. Arifmetikaga ham to'g'ri kelmayapti-yu. 5-yil bo'lyapti tuqqaniga. Oxirgi bitirma. O'zbekistonda gaz suv svet tugaydi, dalboblar tugamaydi degan gap senga taalluqli. Nima demading, bratishka? Siz o'ylaganchalik emas. Men o'ylagandan ham battar o'zi. Nima ish qilarding o'zi? Men mol boqaman-da. Bir molni baqadigan mol boquvchini ko'rganman-u, mol o'zini o'zi baqqanini endi ko'rishim bratishka. Shanur. Men chorvachilik bilan shug'ullanaman. Hech xijolat yo'q. Bir mol o'zini o'zi dalaga olib chiqib o'tayotganini ko'rganmisan bratishka? Yo o'ziga o'zi yem berib o'zini o'zi suqqanini ko'rganmisan? Ha, qo'tan molsan sen-u. Bizda Sen dala kim yo'q. boqyapti? Nima bor? Meni o'zim boqyapman. Men o'zim boqyapman. O'zingni o'zing qachondan beri boqyapsan? Maribjon buyuzi amiga kirib ketyapsiz. Salom aytib qo'yasiz. Onajoningiz amiga men nomdan katta salom aytib qo'ying. Vignet qo'yaveringlar, naqo'y menga kerak emas. Nima gap bor qochon? Ba'zi kelyapti. Pastdagi SMS yozayotganlarda Farhod kallangga qo'tag'im deganlarda so'kinyapman. To'qinga sikay. O'zimni o'zim so'kinayotganim yo'q, seni lo'q qilayotganlar so'kinyapman. Lahatron? Nima siqilasan kal boshingga? Senga siqilish mumkin emas. Vrachlar aytgan-ku senga siqilish mumkin emas deb. Oxirgi borganingda bu yerga chaqiring ularni, gaplashaylik. Talpani yaxshi ko'rasanmi? Gruppovoy yoqadimi senga? Gruppovoy yoqadimi senga? Gruppovoy bor, nimaga to'kinayotganini bilaylik. Qachon nos chekding?
Qachon nos chekding? Hozir chekdim. Bu bitta nos chekib ol, bir aytishga. O'zi chekdim, men pul kelishim kerak. Bor olib kel. O'tta bor olib kel nosingni chek. Bu soat birmaydi. Давай, быстро. Xudo, pivamam tugab bo'pti. Pabratskiy chiqib turing, bir minutga chiqib turing, Pabratskiy chiqib turing, поддержка qilib turing, men bittani pivani o'rnini bo'shatib kelib olay, iltimos qilaman. Pabratskiy chiqib turing, nos chekkuncha ishchani o'qib turing, gaplashib salom alik qilib turing, ukam bilan, qadrdon bilan. Alaykum assalom. Yo'q, buni sochi bunaqa narsalarga to'kilmaydi, bu вообще mumkin emas. Bu yerda tepada bitta bratan bor edilar. Tepaga chiqib turing, iltimos tepaga chiqib turing, men tez borib kelib olay. Iltimos nos chekkuncha. Bu siqilib og'zini qilamiz buni hozir. Nosini chekib olsin. Yaxshi ketadi. Bu bola yaxshi ketadi, hozir nosini chekib olsin-da. Chekdingmi nos? Nos chekdingmi? Chekam yo'q, turib keldim. Qo'ta og'zingda nosing bilan o'tiruvdingmi? Ha. Nimaga boravermading? Ishga to'ymagan? Nechtasi yotibdi-yu batillarda. Men bir o'rtalarni ko'tarib turaman, men srochniga bir joyga borib kelaman. Guli, shattamisiz ichga chiqib turasizmi? Guli, Pabratskiy yo Guli ketib qoldingizmi? Guli ichga chiqib turing, Pabratskiy, men tez borib kelay. Kushim bandlash shekilli, tortsam chiqmadilar. Guli, chista Pabratskiy chiqib turing. Siz ham qutib ketdingmi? Og'zingni ochib tur. Nosingdan yaxshi kayf beradi, lekin pivo ichyapman. Pivo ichmayman men. Yo, men ichyapman pivani. Pivo ichmayman, men qatiq ichaman. Men pivo ichyapman. Og'zingni ochib tursang 6 sekund, все bo'ldi. Olam Guliston, sen kayf bo'lasan, Shanur. Просто unitazga to'kish jalqada. Pabratskiy. Qo'qon shattamsan 2 minutga chiqib tur, jigar. Iltimos, men tez srochniy, havoga hamma band ekan. Nima deyman, aytishga? Pivani men ichyapman. Huzurini sen ko'r deyman-da, bekorga ketmasin deyman-da, bratishga. Nima demading? Sog'lik, tinchlik bo'lsin. Oxirgi marta bir yaxshi kallangni ishlatib qilgan ishing nimada? Meni ishim har kuni bir xil. Mol boqish, mol sug'arish, mol sikish, mol emish.